Allah xo'jayin aytdi. Yangi qiz umid bilan chiqar ekan. Vahima qilmalar, endi qiz ekan u. Men do'konlarga tovar tarqatamiz. Men bulardan pul olamiz, tushundingizmi? Baloni ham tushunmadi yuring. Aka oy oxiri ekan, asatgan yo'qoramizmi? Kassada 1 tiyin yo'q aka. Yo'q formasi oylik kam chiqadi, iltimos. Bizdan qarzinglar bor ekan, o'shani to'lab yuboraylik, iltimos. Mana shu do'konda ham qarzi bor, lekin pul olish iloji yo'q, hech kim ola olmagan. Hozir amallaymiz. Ya bu do'kondan pul olmaydi. Mana. Nima hammasiga pul beryapti? Bilmasam. Bu nima keldi o'zi? Menga kredit berishmayapti, senga berishadi. Qancha 20 million berishdimi? 300 million berishdim. Nima xususiyati bor bu yuzni? Ha bu pir britva sotaylik. Formen britvalari sifatiga gap bo'lish mumkin emas. Narxi ham yonbob. Yevropa standartlariga to'g'ri keladi. Hamma do'konga beryapmiz. Zo'r o'zi ham oling. Aka, britvamiz ko'p shart emas. Aka, britva olasizlar, firmadan edim. Olamiz. Mana vitrina tayyor. Nomeringizni bera olmaysizmi? Hammasini dardi shu. Hozir beramiz-da. Tovar kerak emas, bor. Xotinga narsa sotish juda qiyin-da. Ma'malliman. Eshitdingizmi, bu 4 ta tug'ibdi bittada. Qaysi? Hozir tovar olib yetib beraman. O'sha bloger baribir ajrashib ketdi. O'z mamlakatim keyinchi? Siz iluring. Aytaman. Mana bu to'rdek domning ilu bor-ku. Qorni bir bor bo'lib qoladi, bir yo'q bo'lib qoladi. Voy sharmanda, keyinchi? Siz mashinani sotib qolganimni bilib kelaman. Xo'p, kelishdik. Mana ish vaqtimiz ham tugadi. Ertaga vaqtingiz bo'lsa bitta o'rtog'im ham qarzi bor, shuni olib bera olmaysizmi? Olib beraman. Bo'pti, endi xabarlashamiz, xo'p. Yangiga qizni o'rash kerak. Mani xotinim haqida gapirma. Qachondan xotin yasa olding? Bo'ldi, u bilan chiqaman endi, biznes zo'r bo'pti. Men chiqaman.